Alaykum do'stlar, fransuz tilimizning birinchi darsiga xush kelibsiz. Demak, birinchi darsda biz les pronoms personnels kishilik olmoshlarini o'tamiz. O'zbek tili kabi birlik, ko'plik va 3 ta shaxsdan iborat. Je, men, tu, sen, il, u o'g'il bolaga nisbatan, elle, u qiz bolaga nisbatan, on, biz va u haqida chuqurroq keyingi darslarda o'tamiz. Nous, biz, vous, siz, sizlar, senlar, il, ular o'g'il bolaga nisbatan, elle, ular qiz bolaga nisbatan. Shu bilan birga être fe'liga ham urg'u berib o'tamiz. Être fe'li bo'lmoq bo'lib, fransuz tilida gaplar ega va kesimdan iborat bo'lishi kerak. Agar ish harakat bo'lmasdan unda sifat kasb holatiga ta'rif bersak, demak bizga être fe'li kerak bo'ladi. U shaxslarga nisbatan tuslanadi. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Par exemple, je suis étudiant. Il est intelligent. Bu yerda liaison sodir bo'lyapti. Liaison ya'ni tovushlarning ulanishi. U haqida batafsil keyingi darslarda o'tamiz. Demak, keyingi darslarda ko'rishguncha takrorlab